Yo, hello YouTube ahli, bugun sizlar bilan men Aster bo'laman. Bugungi videomizda biz Minecraftning ilk versiyasi, ya'ni sizlar bilganingizdek alfa versiyasini obzor qilib ko'ramiz. Bu versiya ham darja alfani kloni hisoblanadi. Masalan, eski o'rta ochib qo'yganman. Hozir yangi ochib ko'rsataman sizlarga. Hozir nom qo'yib ko'ramiz. Xo'sh. Aster deb qo'ysak-chi, Aster. Bu esa CD ekan, Aster. Xo'sh, ana Creative Survival'da o'tkazsak bo'lar ekan. Biz kreativini ko'ramiz, obzor qilish uchun osonroq bo'ladi. Bunday bo'lsa ketdik. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ana tug'ildik. U hozircha grafikasi yaxshi, ammo bir qo'lli rejim ekan. Qani sakrash qiyin ekan. Bitta qo'lda boshqaramiz ekan. O'zgarib qoldi-ku. Menimcha bu alfa versiyani o'zini qandaydir programmalari bo'lsa kerak. Hozir atrofni ko'rsataman. Mana ko'rganingizdek oddiy piksellari yug'ib qoldi, multfilm bo'lib qoldi. Xo'sh, unda teparoqqa uchib ham bo'lmas ekan. Ikki qo'lli rejim bo'lganda tepaga uchib bo'lardi. Teparoqqa chiqib utsam, teparoqda uchaman. Mana nimalar bor ekan? Shu oddiy, rang-barang bo'lib, mana bloklari, mana shuncha resurslari bor ekan. Hozir kamonlarni olib ko'ramiz. Kamon, qilich aslahalarini. Bundan o'tkazib keyin qolish kerak ekan. Xo'sh, yaxshi narsalari bor ekan. Uncha kam emas ekan. Xo'sh, otib ko'ramiz. Xuddi o'zimizning Minecraftdek yaxshi. Mana qaranglar do'stlar, uchib to'xtasangiz ajoyib siyqangandek bo'lar ekan, xuddi muzda siyqangandek. Xo'sh, buni faqat 3 ta asolalari bor ekan. Crafting table'ni ham ko'ramiz. Uni ko'ryapsizlarmi? Nimagadir kirmayapti ichiga. Boshqasini qo'yib ko'ramiz. Negadir kirmayar ekan. Rang-barang bo'lib, ajoyib kirmayapti. Boshqalarini ko'ramiz. Negadir bularga ham kirmayapti. O'zi crafting table negadir kirmayapti. Buni survivalga o'tkazib, keyin kirib ko'raman shekilli. Negadir kreativda umuman kirayotgani yo'q. Hozir ana sizlarga oldin programmasini ko'rsatib o'tay. Mana shunday o'zgartirsangiz bo'lar ekan. Sizlar telefoningizda bilmadim, menikida shunday ekan. Buni o'zgartirib bo'lmas ekan. Prima kirib ketar ekan bu. Mayli. Kreativda ham o'ynaveramiz. Boshqatdan. Yangi ochaylikmi? Xo'sh, qani. Bitta ochib ko'ramiz. Survival qilib. Ammo do'stlar, survival qilsam resurs to'plash kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun vaqt ketib qoladi. Undan ko'ra shunchaki ana shu worldga kirib boshqa narsani ko'rsatmoqchiman. Mana shunday qiziq narsasi bor ekan. Ovozni o'zgartirsangiz bo'lar ekan, hamda kamerasini o'zgartirsangiz bo'lar ekan. Oddiygina, osongina, yaxshi ekan shunisi. Ammo bir qo'lli rejim bo'lgani chatoq. Lekin kamerasi o'ziga qara olmaydi ekan, shunisi ham chatoq ekan. Menimcha u paytda o'ziga qarash, tez yugurish nimaligini ham bilishmagandir Minecraft yaratuvchilari. Hamma shu bilan obzorimiz tugaydi. Like va obuna esdan chiqmasin. Barchamizga xayr. Yo, bolalar, qizlar, biz maygacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun obuna va like tugmasi esdan chiqmasin. Endi esa hammaga xayr.